Sovchilarni kutib olish uchun go'sht ichida go'shtli taom. Ishimizni piyoz, svetofor bolgarskiy, pomidor, pare to'rab, lahm go'shtimizni olib, birinchi ingichka qilib kesib olasiz. Ustidan salofan paket yopib, yaxshilab urib olamiz. Filesi bilan ham xuddi shu ishni qaytaramiz. Ziravorlardan universal priprava bilan yaxshilab ishqalab oldim. Nachinkasi sochni chiqsin desangiz, farsh, piyoz, pomidor, mayda kubik to'ralgan ukrop kinza, aromati uchun chesnok, universal priprava. Yaxshilab aralashtirib, xuddi videoda ko'rsatilgandek nachinkamizni qo'yib, chiqib urib, kartoshkamizni to'rga bo'lishga o'tamiz. Qizib turgan yog'imizda yaxshilab qizdirib, qovurib olib, yog'dan olib, ukrop, kinza, chesnok bilan suvligida aralashtirib olamiz. Keyingi ishga o'tamiz. Qizib turgan yog'imizda piyoz bolgarskilarimizda aralash ziravor, zira, murch, tuz bilan juz qovurib, ustidan pomidori bir kosa suv solib, ruletimizni terib 45 minutga dimlab qo'yamiz. Bugun biz Xonsaroyi Zo'rsan loyihasidamiz. O'zim ham aynan shu loyihadan uyalganim uchun har bir o'zgarishni katta qiziqish bilan kuzatyapman. Bu safar borib chin dildan quvondim. Qurilish sezilarli darajada o'zgaribdi. Bir nechta bloklarda allaqachon qavatli bitib, fasad va travertin ishlari boshlab yuborilgan. Boshqa bloklarda bo'lsa, yuqori qavatlarda beton quyish ishlari olib borilmoqda. Ochig'i, o'zimda yo'q xursandman. Qurilish anchagina bitib qolgan. Aytishlaricha, keyingi yildan topshirishni boshlashar ekan. Sekin-sekin mijozlar ko'chib kelishar ekan. Joylar, agar sizlar ham xuddi shunaqa mustahkam va chiroyli uy xohlasanglar, Xonsaroyga murojaat qiling. Qo'shni bo'lamiz. Bay, ovqatimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Xuddi mandagidek chesnochni kartoshkalarimiz o'rtasiga nachinka, ustidan ruletlarimizni, soklarni qo'yib, to'xtanglar. Yurichani bosib qo'yinglar. Bilasizlar-ku, ko'nglim ko'tariladi. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.